Salom hammaga. Hozir biza Minecraftda jihozlar modini o'rnatamiz. Birinchi qiladigan ishimiz Play Marketga kirib olamiz. Bu yerdan mana buni topib olamiz. Shuning ustiga bir marta bosib, bu yerdan pastga tushib, mana buni topib olamiz. Shuning ustiga bitta bosib, sizlar buni o'rnatib olasizlar. Men hozir birdan kirib ketaman. Bu yerga sizlar yillaringni yozasizlar. Men o'zim xohlagan yilimni yozib qo'ydim. Mana shunday o'rnatasizlar. Hozir ko'rsataman. Bunda reklama ko'rish kerak. What's the Wi-Fi password again? Is it 1 2 3 4 5 6 7 8? Nope. Ora-orada endi reklamalari ham bor. Pauza qildik. Xo'sh, buni bosib, bu yerdan neftni bosamiz. Yana neft. Bu yerdan barchasiga obuna bo'lasizlar. Bitta endi obuna bo'lib chiqasizlar. Keyin yana bo'ladi, yana obuna bo'lasizlar. Keyin yana obuna. Keyin Minecraftlar chiqadi. Xohlagan Minecraftingizga qo'yishingiz mumkin. Xayr, video yoqqan bo'lsa, like bilan obuna bo'lib qo'ying.